أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. السلام عليكم aziz birodarlar. Allohning fazli va inoyati bilan navbatdagi darsimizni davom ettiryapmiz. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davomli qilsin. O'tgan darslarimizda aytib o'tgandik, Baqara surasi eng katta suralardan va bu Baqara surasining boshida birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolo kitobni bizga zalikal kitabu la rayba fih, hech bir shubha bo'lmaganligini aytib o'tgandan keyin orqasidan kelgan 4 oyat bilan mu'minlarni va 2 oyat bilan kofirlarni va 13 oyat bilan esa munofiqlarni bizlarga bayon qilib berganligini aytib o'tgandik. Bizlar mana shu munofiqlarni ba'zi sifatlarini, ba'zi hollarini mana shu o'tgan oyatlarda o'qib o'tgandik. Bugun esa inshaalloh 17 va 20 oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ularning o'sha jirkanch hollarini bizlarga yana ham aqlimizda jonlanadigan bir ravishda bayon qilishlik uchun ularga 2 misol bilan ularni bizlarga yana bayon qilib beradi. Yana ham yaxshi aqlimizda mana shu jirkanch hollari jonlansin deya. Endi inshaalloh ularga keltirilgan misollarga o'tishdan oldin biz mana shu misol uslubi arab tilida qanday bo'ladi? Inshaalloh mana shuni birinchi o'rganamizki, toki mana shu oyatlarni yana ham yaxshiroq tushunaylik deya. Arab tili hammaga ma'lum bo'lganligi kabi eng boy tillardandir. Mana shu arab tilini tashkil qilgan ko'plab ilm bor. Bittasi sarf ilmi bo'ladigan bo'lsa, bittasi nahv ilmi, yana bittasi mantiq ilmi va yana balog'at ilmi va lug'at ilmi. Mana shunga o'xshagan bir necha qirrasi bor arab tilini. Mana shularni eng e'tiborli, eng muhim va eng zavqlisi mana shu balog'at ilmi bo'ladi. Va mana shu balog'at ilmi bilangina biz Qur'oni Karim qanday ham ulug' mo'jiza bo'lganligini va Qur'oni Karimni i'joz jihatini tushunishligimiz mumkin. Shuning uchun arab tilida balog'at ilmi nihoyatda e'tiborli va nihoyatda muhimdir. Balog'at ilmi ham 3 qismga ayriladi: ilmul maani va ilmul bayan va ilmul badi' deya. Ilmul maani kalimalarni, ma'nolarini bizga tushuntiradi va o'sha birlashganda qanday bo'ladi, yolg'iz kelganda qanday bo'ladi va qaysi harf qaysi ma'no uchun keldi va qanday ishlatilganda qanday ma'noga keladi, mana shularni bizga tushuntiradi. Ilmul bayon esa mana shu tamsil jihatini, ya'ni o'xshatishlik jihatini bizlarga tushuntiradi. Ya'ni majoz, kinoya kabi va tamsil kabi inshaalloh hozir ko'rib chiqamiz. Va undan keyin 3-chi bahsi esa balog'at ilmini, ilmul badi'dir. Inshaalloh biz bugun mana shu balog'at ilmidan faqatgina ilmul bayon, ya'ni bayon ilmining ba'zi parchalarini o'rganamiz inshaalloh. Sababi bu hammasini o'rganishimiz ya'ni qisqa vaqtda mumkin emas, chunki juda katta bir ilm. Shuning uchun biz eng muhim nuqtalarini inshaalloh o'rganishga harakat qilamiz. Arab tilida biron bir narsani bayon qilib berayotganda eng ta'sirli va eng e'tiborli ifoda mana shu o'xshatish ifodasi bilan, misol keltirish ifodasi bilan ifoda qilib berishlikdir. Bu ham bo'lsa tashbih deyiladi arab tilida, bu o'xshatish degani. Tashbih nima narsa? Mana shu yerda aytayapti inshaalloh. Ilmul bayon aslan tashbih va majozdan tashkil topadi. Bu birinchisi tashbih. Tashbih nima narsa? Tashbih huval jam'u bayna shay'ayni, ya'ni 2 narsani bir oraga keltirishlikdir. Mushabbahun va mushabbahun bihi. O'xshagan va o'xshatilganni bir orada zikr qilishlik, bir orada keltirishlikdir. Fi sifatin mushtarakatin, ya'ni ikkovda ham bo'lgan bir sifat bilan. Bunga ham vajhu shabah deyiladi va mana shu 2 narsani o'rtoq bir sifat bilan bir oraga keltirganda o'sha bir vosita ishlatiladi. Bu ham bo'lsa adatut tashbih deyiladi. Masalan, kaf, misl kabi shunga o'xshagan. Bu tashbih ham 2 qism bo'lar ekan. Birinchisi mufrat tashbih. Albatta bularda qismlari ko'p. Hozir biz faqatgina darsimizga aloqali bo'lganligi uchun mana shu qismlarni o'rganamiz. Birinchisi mufrat tashbih. Bu ham bo'lsa, ya'ni at-tashbihul adi yoki al-mufrat deymiz. Yakunu fihi al-mushabbahu mufradan va al-mushabbahu bihi mufradan. Ya'ni o'xshagan ham, o'xshatilgan ham yolg'iz, ya'ni yakka bo'ladi, ya'ni birlik bo'ladi. Va vajhu shabahi o'xshash jihat esa sifatun vadihatun fi kilayhima. Ya'ni ikkovida ham ochiq bir sifat bo'ladi. Masalan, hozir misol bilan qarang, har narsani misol bilan tushuntirganimizda yana ham yaxshi tushuniladi. Masalan, bu yerga ham misol keltiryapmiz. Ra'aytu ar-rajula, kishini ko'rdim, kal asadi, o'xshagan, ya'ni sherga o'xshagan,
fi shajaati shajoatda. Qarang bu yerda ar-rajula kishi mushabbahdir, o'xshagandir. Kaf esa o'sha vositadir, ya'ni kabi ma'nosini beradi. Al-asad esa o'xshatilgandir, mushabbah bihdir. Fi shajaa esa o'sha o'rtadagi ham rajulda ham asadda, ya'ni sherda bo'lgan o'sha o'rtoq bir sifatdir. Mana shunga demakki 4 ta narsa bo'lyapti bu yerda. O'xshagan va o'xshatishlik vositasi va o'ziga o'xshatilgan va ayni vaqtda o'sha o'rtoq sifat. Bu ham o'sha shajoatdir. Qarang, bu mufratdir. Ya'ni chunki rajul mufratdir, sher mufratdir, ya'ni kishi mufratdir, sher mufratdir va o'sha o'xshash jihati vajhu shabah juda ochiqdir. Bunga mufrat tashbih deyilar ekan. Ikkinchisi esa at-tashbihu tamsili, ya'ni tamsiliy bir tashbih deyiladi. Huwa ma kana wajhu shabahi fihi suratan, ya'ni muntazi'atan min mutaaddidin. Bu nima narsa? Bu o'sha o'xshash jihati ko'p narsadan olingan bir surat yoki bir hol bo'ladi. Ay annana nushabbihu hay'atan bi hay'atin. Ya'ni biz bir narsani, bir hay'atni bir hay'atga o'xshatamiz. Ya'ni bir holni bir holga o'xshatamiz. Ya'ni faqatgina masalan bir kishini bir kishiga o'xshatib, o'sha undagi sifat faqatgina undagi bitta sifat emasda, balki ko'p narsa zikr qilinadi. Undan keyin yana ko'p narsa zikr qilinadi-da, ikkovining orasidagi umum hol o'xshatiladi. Mana shunga biz nima deymiz ekan? Tashbihu tamsili deymiz ekan. Mislu Zaydun hina sara'a wa hajama ala aduwwihi kal asadi hina sada wa hajama ala saydihi. Shu kabi misol o'laroq Zayd dushmaniga hujum qilib kurashganda asad, ya'ni sher kabidir. Qachon? Hina sada va hajama ala saydihi. Xuddi o'ljasiga hujum qilib o'ljasini ovlagan vaqtdagi o'sha sher kabidir. Ya'ni bu yerda qarang, Zayd o'xshagan kishidir, lekin faqatgina Zaydning shajoati o'xshatilmayapti. Bu yerda ham Zaydni shajoati, undan keyin juda tezkor harakat qilishligi va undan keyin o'sha xuddi sherga o'xshab o'ljasiga tashlaganday dushmaniga tashlanganligi, qarang, bir holat o'xshatilyapti. Bunga esa nima deymiz ekan biz? Tashbihu tamsili deymiz ekan. Mana shu tashbih, masalan qisqacha aytilganda tashbih ikki qismini zikr qilyapmiz. Boshqa qismlari ham bor, faqatgina biz eng muhim bo'lgan ikki qismini zikr qilyapmiz. Bu ham bo'lsa birinchisi mufrat tashbih, ikkinchisi esa tamsili tashbih bo'ladi. Endi qisqacha majoz nima narsa, buni ham o'rganib o'taylik, chunki inshaalloh quyidagi darslarimizda majoz, isti'ora degan kalimalarni inshaalloh qo'llanib o'tamiz. Shuning uchun mana shu yerdan o'rganib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Majoz esa bu ham aslan o'xshatishlikdir. Bir narsani bir narsaga o'xshatib zikr qilishlikdir. Lekin bu huwa isti'malul kalimati fi g'ayri ma'naha al-asliy li alaqatin ma. Ya'ni biron bir kalimani asl ma'nosining tashqarisida ishlatishlikdir, lekin o'sha ikki kalimaning orasida bir ma'no, ya'ni bir aloqa bo'lganligi uchun. Ya'ni hasf qilingan kalima bilan bir aloqasi bo'lganligi uchun. Va majoz ham 3 qism bo'ladi. Birinchisi isti'ora deymiz bunga. Hiya fil asli tashbihun balighun, ya'ni bu aslida tashbih, ya'ni baligh bo'lgan bir o'xshatishlikdir. Hudifa ahadu tarafayhi. Ikki tarafdan biri zikr qilinmagan, hazf qilingan baligh bir tashbihga isti'ora deymiz ekan. Mislu masalan, ra'aytu asadan yatakallamu. Qarang, mana shu yerda ra'aytu ko'rdim, asadan sherni, yatakallamu gapirib turgan sherni ko'rdim. Ya'ni bu yerda demakki aslida ra'aytu rajulan kal asadi ma'nosida bo'ladi. Bu yerda qarang, o'sha yuqoridagi tashbihda ikki tarafi ham eslanib o'tardi, ikki tarafi ham zikr qilinardi. Masalan, yuqorida aytdikki, misolda ra'aytur rajula kal asadi dedik. Qarang, bu yerda ham mushabbah zikr qilinyapti, ham mushabbah bih zikr qilinyapti. Lekin bu yerda esa faqatgina mushabbah bih zikr qilinyapti, mushabbah esa zikr qilinmayapti. Bunga isti'ora deymiz. Isti'ora degani bir narsani bir narsadan aslida olib ishlatib turishlik degani. Shuning uchun bu yerda rajul, aslida bu yerda biz bu yerda yatakallamudan bilamizki, haqiqiy sherni ko'rmadik. Ya'ni bir kishini ko'rdikki, sher kabi kishini ko'rdik. Mana shu yerdan asad kalimasi aslan o'z ma'nosida ishlatilmayapti. Chunki ra'aytu asadan yatakallamu deganimizda aqlimizga bir sher jonlanmaydi-da, balki kuchlik bir odam jonlanadi. Chunki yatakallamudan shuni bilamiz. Bunga isti'ora deymiz. Qarang, ra'aytu asadan. Ya'ni agar ra'aytu rajulan kal asadi bo'lganda edi, o'sha vaqtda bu tashbih bo'lardi. O'sha mushabbah hazf qilinganligi uchun bu isti'ora bo'ldi deyiladi. Ikkinchisi, majozning ikkinchi turi al-majazul mursal deymiz. Majazul mursal. Majazul mursal nima narsadir? Inshaalloh hozir aytib o'tadi. Kalimatun ustu'milat fi g'ayri ma'naha al-asliy li alaqatin g'ayri mushabaha. Ya'ni shunday bir kalimaki asl ma'nosida ishlatilmadi. Nima sababdan?
mushobaha emasda, balki o'xshashlik emasda, balki boshqa bir aloqadan sababli. Masalan deylikki, mislu sababiyyati, sababiyat kabi yoki al-kulliyya val juz'iyya, ya'ni kulliyya va juz'iyya kabi. Masalan, bu nima degani? Biron bir narsani asl foiliga emasda, balki uning sababiga isnot qilishlik. Masalan, ambatatil mataru, yomg'ir nabotlar chiqardi. Aslida yomg'ir chiqarmaydi, chunki Alloh subhanahu va taolo o'sha nabotlarni o'stiradi. Biz aytamizki, ambatat al-matar degan vaqtda nabotlarning o'sishligini xuddi yomg'ir o'stirdi deymiz. Aslida yomg'ir o'stirmaydi. Yoki kul zikr qilinadida juz qasd qilinadi, yoki juz zikr qilinadida kul qasd qilinadi. Masalan deylikki, ba'zi narsani parchasini zikr qilamizda kulluni qasd qilamiz. Masalan deylikki, ro'aytu rajulan qarrat aynuhu. Ko'zi quvongan kishini ko'rdim. Aslida kishini o'zi quvonadi, lekin faqatgina ko'zini zikr qilib, o'zi qasd qilinganda bunga majozi mursal deyiladi. Yoki deylikki, tabbat yada abi lahab, Abu Lahabning qo'llari qurisin, ya'ni aslida o'zi qurisin. Qarang, bu yerda qo'li eslanyapti, qo'li zikr qilinyapti-da, lekin o'zi qasd qilinyapti. Bunga majozi mursal deymiz ekan. Uchinchisi al-kinoya, kinoya deymiz bunga. Mithlu lafzun urida bihi lazimu ma'nahu. Shunday lafzki, urida bihi, o lafz bilan iroda qilindi. Nima? Lazimu ma'nahu. O'sha ma'nosining o'zi emasda, o'sha ma'nosining lozimi iroda qilindi. Ma'a jawazi iradatil ma'nal asli. Lekin asl ma'nosi ham iroda qilinishligi mumkin. Masalan, huwa kathirur ramad, ya'ni kuli ko'p bo'lgan kishidir. Yoki o'zimizda aytadiki, qo'li qonli kishi. Ya'ni qo'li qonli kishi degan nima degani? Ya'ni birontani o'ldirgan kishi deymiz. Qarang, bu yerda o'sha qo'li qonli deyapmizda, o'ldirishlikdan kinoya qilyapmiz. Ya'ni lafzun urida bihi lazimu ma'nahu, ma'nosining lozimi iroda qilinyapti, o'zi emas. Masalan, qo'li haqiqatda qon ham bo'lishligi mumkin, lekin qo'li qonli deganda, qo'lingni qonga bo'yading deganda aslida o'sha odamni o'ldirding ma'nosini ifoda qiladi. Bu yerda o'sha qo'li qonli deya qotilni iroda qilinganligi uchun bunga kinoya deymiz. Masalan, bizda yashirib gapirishlik deydi-ku, gazetaga o'rab gapirishlik. Mana shu ma'noga ham keladi. Ma'a jawazi iradatil ma'nal asli, lekin asl ma'no ham iroda qilinishligi mumkin. Bu yerda masalan, bu huwa kathiru ar-ramad deganimizda faloncha nihoyatda kuli ko'p bo'lgan kishidir. Nima degani bu kuli ko'p bo'lgan kishi? Ya'ni masalan, kul ko'p bo'lishligi nimani keraktiradi? Ko'p o'tin yoqilishligini. Ko'p o'tin yoqilishligi nimani keraktiradi? Ko'p ovqat pishirishligini. Ko'p ovqat pishirishlik nimani keraktiradi? Demakki, yeyuvchilar ko'pdir, ovqat yeydiganlar ko'pdir. Bu nimani keraktiradi? Bu odam demakki mehmondo'st ekan. Qarang, mana shu yerdan kuli ko'p bo'lgan kishidir deymiz. Demakki, tashbih ikki qism bo'ladi. Ya'ni biz bu yerda ikki qismni zikr qilyapmiz. Birinchisi mufrat tashbih. Buni bo'lsa aytib o'tdik, tamsiliy tashbih bor. Majoz, keyin majozni zikr qildik. Majoz esa 3 qism bo'lganligini aytdik. Isti'ora, majozul mursal, undan keyin al-kinoya deya 3 qismini ham eslab o'tdik. Endi bizni bugungi o'qiydiganimiz oyatlarga keladigan bo'lsak, bular tamoman tashbih tamsiliy o'laroq zikr qilinyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Mathaluhum kamathalillazi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballohu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda yuqorida aytib o'tilgan munofiqlarni sifatlarini zikr qilgandan keyin ularning hollarini mana shu misollarda yana ham ochiqroq bayon qilib beryapti. Sababi bu jonlantirib berishlikda shunday bir foyda borki, inson mana shu misol bilan keltirilganda inson esdan chiqarmaydi. Shuning uchun barcha tillarda mana shu misol bilan keltirishlik yoki misol bilan biron narsani bayon qilib berishlik bor. Mana shu otalar so'zi yoki deylikki shunga o'xshagan ba'zi maqollar ham mana shu misollardan kelib chiqqan. Endi bu misol keltirishlik degani nima degani? Misol keltirishlik degani shu degani. Biron bir hayoliy bir narsani yoki ma'naviy bir narsani his qilinadigan bir narsaga o'xshatib insonning aqlida jonlantirishlikni keraktiradi. Shuning uchun bu yerda Alloh subhanahu va taolo o'shalarni
yomon axloqlari, ma'naviy axloqlarini Alloh subhanahu va taolo maxsus bir narsaga o'xshatib bizlarga yana ham ochiqroq qilib bayon qilib beryapti. Alloh subhanahu va taolo masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, ularning misoli kamathalil ladzi istawqada nara, shunday insonning misoli kabiki, ya'ni olov yoqadigan kishining misoli kabidir. Falamma adoat, qachonki yoritganda, ma havlahu, o'sha olov atrofini yoritganda, zahaballohu bi nurihim, Alloh subhanahu va taolo ularning nurini ketkazadi. Va tarakahum fi zulumatin la yubsirun, ularni esa o'sha ko'rmaydigan holda zulumatda tark qiladi. Qarang, bu yerda Alloh taolo o'sha munofiqlarning misoli olov yoqqan kishini misoli kabidir deyilyapti. Bu yerda allazi, shunday kishiki, istavqada nara, ya'ni olov yoqishlikni boshqasidan talab qilgan deya ma'no berishgan ba'zilari esa avqada nara, ya'ni olov yoqqan kishi deya olovni yoqishlikni o'zlariga nisbat qilgan. Ba'zilari esa o'sha olovni yoqishlikni ular o'zi aslida qo'llarida yoqadigan olov yo'q edi. Shuning uchun olovlaringdan bizga ham beringlar, biz ham yoqaylik yoki bizlarga ham yoqinglarki, biz ham o'sha yoqilgan olovdan, yorug'ligidan foydalanaylik deya boshqasidan so'rashlikka aytgan. Shuning uchun ba'zi mufassirlar bu yerdagi sin va toni, ya'ni avqada bo'lish kerak ekan, istavqada bo'lishligi ta'kid uchun kelgan deyishgan. Va ba'zilari esa sin bu yerdagi talab uchun bo'ladi. Shuning uchun boshqasidan olov yoqishlikni talab qilgan degan ma'noni berishgan ekan. Nar o'sha yoqilgan narsaga, ya'ni olovga nar deymiz arabchada. Shuning uchun o'sha jahannam davomli yonganligi uchun jahannamga ko'pincha Alloh subhanahu va taolo nar, olov deya ismlantirib o'tadi. Falamma adoat, qachonki o'sha yoqqan olovlari yoki yoqishligini talab qilgan olovlari yoritganda, ma havlahu, o'sha atrofini yoritganda, zahaballohu bi nurihim, ularning nurini Alloh subhanahu va taolo ketkazadi. Ya'ni bu yerda nima uchun binarihim demadida nurihim dedi? Sababi nur aslida yorug'likka aytilar ekan. Dov esa doadan kelgan kalima. Dov esa u ham yorug'likka aytilar ekan. Bu dov kalimasida ham yorug'lik ham issiqlik bo'lar ekan. Nur kalimasida esa faqatgina yorug'lik bo'lar ekan, issiqlik bo'lmaydi ekan. Alloh subhanahu va taolo bu yerda zahaballohu bi nurihim, ularning o'sha yoqilgan otashdan, yoqilgan olovdan faqatgina nurini tortib oladi. O'sha tuman bo'lsin, issiqlik bo'lsin, ya'ni boshqa zarar bergan narsalar ularda qolib ketadi. O'sha holdagi insonga o'xshatyapti. Yoki bu yerda nurihim nima uchun allazi, ya'ni shunday kishiga o'xshatdiki, bu yerda mufrat zikr qilindi, bu yerda jam zikr qilinyapti deyiladigan bo'lsa, ba'zi mufassirlar aytganki, allazina ma'nosidadir. Chunki bundan ba'zi oyatlarda misol keltirishgan. Shuning uchun allazina ma'nosida bo'lganligi uchun binurihim deya bu yerda jam zamir keltirildi deyiladi. Lekin at-tahrir va at-tanvirda Ibn Ashur shunday deydi: bu Qur'onga xos bir xususiyatdir. Bu ham bo'lsa, ya'ni bu him zamiri allaziga qaytmayapti-da, bevosita o'sha munofiqlarga qaytyapti. Demakki, Alloh subhanahu va taolo ular endi o'sha yoqilgan olovdan foydalanaman deganda, Alloh subhanahu va taolo ularning nurini olib qo'yadi, deyapti. Va tarakahum, va nurini olib qo'ygandan keyin zulmatda qoladi. Endi Alloh subhanahu va taolo buni yana ta'kidlayapti. Birontasi so'rashi mumkinki, o'sha kishi, ya'ni kechasida cho'lda qolib olov yoqib, o'shani endi yoritaman degan vaqtda nuri olinganda nima bo'ladi deb bir savol keladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mana o'sha savolga javob olaroq va tarakahum fi zulumatin la yubsirun, ular ko'rmaydigan holda o'sha zulumatlarda qolib ketadi. Faqatgina bitta zulumat emas, zulumatlarda qolib ketadi. Inshaalloh birozdan keyin ochiqlaymiz buni. Tahrir va tanvirda Ibn Ashur buni ta'kid ma'nosi uchun kelgan. Chunki binurihim, ya'ni zahaballohu binurihim deganda o'sha zulmatda qolganligi zotan ifoda qilinyapti. Lekin bu yerdagi vatarakahum fi zulumatin la yubsirun o'sha ta'kid ma'nosi uchun kelgan deyiladi. Endi vatarakahum fi zulumatin, ularni zulumatlarda tashlaydi. Ya'ni bu yerda yana o'sha munofiqlarga ketyapti deydi Ibn Ashur. Sababi qarang, bu yerda faqatgina zulmat bitta emas. Yolg'on zulmati bor, nifoq zulmati bor, undan keyin pastkashlik zulmati bor. Shunga o'xshagan bir nechta zulmatda qolishligini aytadi. La yubsirun, ko'rmagan hollarida. Nima uchun ko'rmaydilar? Ikkinchi oyatda Alloh subhanahu va taolo ularni summun, kar bo'lganliklarini, bukmun, gung bo'lganliklarini, umyun, ko'r bo'lganliklarini aytayapti. Fahum la yarji'un, mana shu sifat bo'lgan kishilar zotan o'z yo'lini topolmaydi yoki qayta olmaydi. Endi bu oyat bilan aloqali nima uchun ularga ko'r, kar, gung deyildi? Mana shu ba'zi mufassirlar shunday tafsir qilishgan ekan. Inshaalloh qisqacha buni aytib o'tamiz. Tafsirul Bag'aviyda summun, kardirlar. Ay, ya'ni hum summun anil haqqi, haqni eshitmaydilar. La yaqbalunahu, qabul qilmaydilar. Va idza lam yaqbalu fakannahum lam yasma'u. Qachonki eshitgan narsalarni qabul qilmaganda, demakki ular eshitmaganday, ya'ni kar muomalasi qilindi. Sababi o'sha Allohning ne'mati quloqdan
haqni eshitib foydalanmaydilar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bularni kar deyishdi. Qanchalik quloqlari kar bo'lmasa ham. Bukmun xursun, ya'ni gung, anil haqqi, haqdan, ya'ni haqni aytishlikdan gungdirlar. La yaqulunahu, o'sha haqni aytmaydilar. Aw annahum lamma abtanu khilafa ma azharu fa ka'annahum lam yantiqu bil haqqi. Ular aytgan narsalarini yoki qalbidagi narsalarning xilofidagi narsani aytgan vaqtlarida fakannahum lam yantiqu bil haqqi, ular haqni aytmaganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo ularni bukum, ya'ni gung deya ismlantirdi. Umyun, ya'ni ko'r deya ismlantirdi. La basaira lahum va man la basirata lahu kaman la basara lahu, ya'ni basirati bo'lmagan kishi xuddi ko'rmaganday kishi bo'ladi deya. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu yerda o'shalarni ko'r deya ismlantirdi deya Tafsirul Bag'aviyda shunday tafsir qilinibdi. Fahum la yarji'un, ular aslo qaytmaydilar, ya'ni anid dalalati ila al-haqqi, zalolatdan haqqa qaytmaydilar. Ya'ni at-tafsir va at-tanvirda aytadiki, mana shu hollari ko'r, kar, gung bo'lgan kishilar aslan haqni topib ololmaydilar, haqqa qaytmaydilar deya shunday tafsir qiladi. Endi bu yerdagi tamsiliy tashbih dedik. Bu yerdagi tamsiliy tashbihda Alloh subhanahu va taolo ularning o'sha hayratdagi hollarini kechasida olov yoqib, undan keyin ozgina yoritgan vaqtda, yurishlikka harakat qilgan vaqtda o'sha olovlar o'chib qolib, undan keyin qorong'uda qolib ketib va hech narsani ko'rmay qolgan holdagi insonga o'xshatdi. Qarang, bu yerdagi tashbih tamsiliy bir jamoatning o'sha bir nechta holdan tashkil topgan o'sha hollarini yana bir kishiningki, bu ham bir nechta holdan tashkil topgan o'sha holiga o'xshatyapti. Demakki, munofiqlarni mana shu hayratdagi hollarini mana shu insonning hayratdagi holiga o'xshatyapti. Ba'zilar aytganki, nima uchun Alloh subhanahu va taolo bu yerda zahaballohu bi nurihim, ularning nurlarini tortib oladi? Chunki aslan ularda nur yo'qdi-ku deya ba'zilar mana shunga shunday savol bergan ekan. Bunga esa Faxriddin Rozi ba'zi javoblarni berib o'tgan ekan. Aytayaptiki, bu yerda shunday savol so'ralsaki, inna man istawqada naran fa adaat qalilan faqad intafa'a biha va bi nuriha thumma hurima. Ya'ni olov yoqqan kishiki o'sha atrofini ozgina yoritganda o'shandan oz bo'lsa ham foydalanadi va undan keyin o'sha nurdan, o'sha olovning yorug'idan mahrum bo'ladi. Fa ammal munafiquna fala intifa'a lahum albatta, ular aslo foydalanmaydi-ku bil iymon, iymondan. Fama wajhu at-tamthil, bu yerdagi misolning o'xshashligi qayerda deya shunday savol berilsa, val javobu, bunga javob o'laroq annal ulama zakaru fi kayfiyati at-tashbih wujuhan. Mana shu yerdagi tashbih masalasida bir nechta vajh zikr qilgan ekanlar. Ahaduha qala Suddi buni zikr qilgan, Suddidan rivoyat qilingan. Ibn Kasir ham buni keltiradi. Inna nasan dakhalu fil islam inda wusulihi alayhi salam ila al-Madinati. Insonlar Madinaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganlarida iymon keltirdilar. Thumma innahum nafaqu. Undan keyin ba'zilari nifoq, ya'ni munofiq bo'ldilar. Va tashbihu ha huna, bu yerdagi tashbih fi nihayati sihhati, ya'ni bu yerdagi tashbih esa mana shunga keltirilgan tashbihdir. Li'annahum bi imanihim awwalan iktasabu nuran, thumma bi nifaqihim thaniyan abtalu zalika an-nur. Chunki ular birinchi iymon keltirganlarida biroz bo'lsa ham nurlandilar, undan keyin o'sha iymonlarini botil qilgan vaqtlarida o'sha nurlarini ham botil qildi deyapti. Waqa'u fi hayratin azimatin, o'shandan keyin juda katta bir hayratda qolib ketdi. Mana shu jihatdan o'sha oyatdagi tashbihga o'xshatildi deyapti. Va thaniha, ikkinchi javob, illam yasihha ma qalahu Suddi bal kanu munafiqina abadan. Ya'ni Suddini bu yerdagi tafsiri agarki to'g'ri bo'lmasa, ularni aslo iymon keltirmagandi bular. Chunki Alloh subhanahu va taolo va ma hum bi mu'minin, ular iymon keltirganlar emas deya zikr qiladi. Ular aslida munofiq edilar deyiladigan bo'lsa, فها هنا تأويل آخر، bu yerda boshqa bir tafsir bordir. Zakarahu Hasan rahimahulloh. Hasan Basri rahimahulloh mana shu tafsirni zikr qiladi. Va huwa annahum lamma azharu al-islam faqad zafiru bihaqni dimaihim va salamati amwalihim anil ghanimati va awladihim min as-sabi va zafiru bi ghanaim al-jihad va sa'ir ahkam al-muslimin. Ular qachonki zohirda biz iymon keltirdik deya aytganlarida yoki zohirda islomga kirganlarida o'sha o'z qonlarini qo'ridi, o'z qonlarini saqlab qoldi, mollarini saqlab qoldi va bolalarini qul bo'lishlikdan saqlab qoldi va ba'zi jihad g'animatlaridan ham foydalandi. Va udda zalika nuran min anwaril iymon. Mana shu ular uchun ozgina bo'lsa ham nur hisoblandi deya shunday deya tafsir qilgan ekanlar. Va thalithuha, uchinchisi, an naqula, aytishligimiz. Laysa wajhu at-tashbih anna lil munafiqi nuran. Ya'ni bu yerdagi o'xshashlik jihati munofiqda nur bor ma'nosiga kelmaydi. Bal wajhu at-tashbih bi hada al-mustawqidi, bu olov yoqib o'sha nurdan ozgina bo'lsa ham foydalangan odamga o'sha munofiqning o'xshatilishligi annahu lamma zala an-nuru anhu tahayyara. Qachonki o'sha kishi, olov yoqqan kishi, o'sha nur
ketib qolganda qanchalik tahayyur qilsa, "Wat-tahayyuru fi man kana fi nurin thumma zala anhu ashaddu min tahayyuri salikit tariqi fi zulmatin mustamirratin." Aytayaptiki, ya'ni qorong'uda yurgan, davomli qorong'uda yurgan odamdan ko'ra, yorug'likdan qorong'uga tushib qolgan odam ko'proq hayratda qoladi. Sababi ko'zi umuman ko'rmay qoladi. Bu zotan shu hayotimizda ham masalan yorug' joydan qorong'i joyga kirsangiz ko'z umuman ko'rmay qoladi toki o'sha yerda ko'zingiz biroz o'rganguncha. Ya'ni yana ham qattiqroq hayratga tushib qoladi. Aslida mana shu holatni bildirishlik edi. Lakinnahu ta'ala zakara an-nura fi mustaqilin nar likay yasihha ay yusafa bi hadhihi adh-dhulmati shadidati. Sababi o'sha holatni bildirishlik edi. Ya'ni o'shaning shunchalik qattiq tahayyurda, qattiq hayratlanib qolganligini bildirishlik uchun Alloh subhanahu va taolo va zahaballohu bi nurihim deya zikr qildi deyapti. Biz endi mana shu yerdagi 3 tafsir bilan kifoyalanamiz, chunki 4-chisi, 5-chisi, 6-chisi, 7-chisi, 8-chisi 8 tafsir bilan javob bergan ekan. Biz inshaalloh darsimiz ko'p uzun bo'lib ketmasligi uchun mana shu 3 ta tafsir bilan kifoyalanamiz inshaalloh. 18-oyat. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ularga ikkinchi misol beryapti. Ba'zilar aytganki, bu yerdagi ikkinchi misol berishlik munofiqlar ikki xil bo'ladi. Shu ikki xil munofiqqa ikki misol bilan Alloh taolo misol berdi deydi. Ba'zi mufassirlar aytadiki, bu yerda yo'q, bu o'sha bir xil munofiqlarga ikki misol bilan misol beryapti. Xohla bu misolga ularni qo'y, xohla ularni mana shu misolga qo'y deya mana shunday tafsir qilishgan ekan. Aw kasayyibin minas samai, bu ikkinchi misolda yoki aw kasayyibin yomg'ir kabi, minas samai osmondan yog'ayotgan yomg'ir kabi. Ya'ni aslida o'sha yomg'ir tagida qolib ketgan jamoat yoki yomg'ir tagida qolib ketgan inson kabi. Fihi zulumatun, o'sha yomg'irda zulumatlar bordir, va ra'dun va momaqaldiroq bordir, va barqun va yashin bordir. O'sha yashin va momaqaldiroq va qorong'uliklardan yaj'aluna asobi'ahum, quloqlariga qo'llarini tiqadilar. Ya'ni yaj'aluna qiladilar asobi'ahum, qo'llarini, ya'ni barmoqlarini fi adanihim, quloqlarining ichiga. Ya'ni bu yerda barmoqlarning hammasi kirib ketmaydi, faqatgina barmoqning uchi yopiladi, mubolag'a bo'lsin deya bu yerda o'sha qo'llarini tiqadilar. Minas sawa'iqi, o'sha chaqmoqning yoki yashinning nihoyatda yoki o'sha chaqmoqning, o'sha momaqaldiroqning nihoyatda qattiq bo'lganligi sababli, hadral maut, o'lim qo'rqusi sababli yoki halok bo'lishlikdan qo'rqib quloqlariga barmoqlarini tiqadilar. Vallohu muhitun bil kafirin. Alloh subhanahu va taolo kofirlarni har tarafidan o'rab olgan. Yakadul barqu yaxtafu absarahum. Oz qolsin o'sha yashin ularning ko'zlarini chiqarib yuboradi yoki ularning ko'zlarini oladi. Ya'ni ko'zlarining nurlarini oladi. Kullama adaa lahum, qachonki o'sha yashin yorug' bo'lganda mashaw fihi, o'shanda yurishga harakat qiladilar. Va idza adlama alayhim, qachonki o'sha yashin yonib o'chgan vaqtda qomu turadilar, yurolmay qoladilar, chunki ko'rmay qoladilar. Walau sha Allohu la zahaba bi sam'ihim va absarihim. Alloh xohlasa mana shularni ko'zini va quloqlarini ko'r qilib, quloqlarini kar qilardi. Bu yerda ikki xil tafsir berishgan ekan. Ba'zilar aytgan ekanki, agar Alloh xohlaganda edi, o'sha yashin bilan ko'zlari ko'r bo'lib qolgan bo'lardi. Quloqlari o'sha momaqaldiroq bilan quloqlari kar bo'lib qolgan bo'lardi. Alloh taolo ularga ozgina fursat berdi. Shuning uchun o'sha yashin yoki o'sha momaqaldiroq ularning quloqlarini kar qilib, ko'zlarini ko'r qilmadi. Yoki ba'zi ikkinchi tafsirda esa Alloh taolo xohlasa mana shu yashin yoki deylikki momaqaldiroq bo'lmasdan turib ham Alloh subhanahu va taolo ularning ko'zlarini ko'r qilib, quloqlarini kar qilishlikka qodirdir. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh subhanahu va taolo har narsaga qodirdir deya Alloh subhanahu va taolo o'zini qodir bo'lganligini aytayapti bu yerda. Endi bu yerdagi misol ham yuqoridagi misolga o'xshab, o'sha munofiqlarning holini yomg'ir tagida, zulmatlar ichida, momaqaldiroq va yashin sababli qo'rquvdan quloqlariga qo'lini tiqqan va oz qolsin yashin ularning ko'zlarini ko'r qilib tashlaydigan darajada va shunda ham o'sha yashin bir lahza bo'lsa ham yer yuzini yoritganda, bir qadam bo'lsa ham yurishlikka harakat qilgan, qachonki birdan qorong'u bo'lib qolganda yana to'xtab qolgan. Mana shunday hayratdagi insonning holiga o'sha munofiqlarning holini o'xshat. Ba'zilar aytadiki, tashbihut tamsildan maqsad, ya'ni har bir kalima bir-biriga o'xshashligi kerak emas. Yuqoridagilar bilan o'sha munofiqlarning hollari, ya'ni bu yerda misol berilgan insonning holining har bir holi bir-biriga o'xshash shart emas. Ya'ni umum holi bir-biriga o'xshasa yetadi deydi. Ba'zilar aytadiki, yo'q, bu yerda o'sha munofiqlarning holiga bu yerdagi har hol o'xshaydi deyishadi. Masalan deylikki, Javohirul Hassonda As-Sa'alibi rahimahulloh mana shunday tafsir qilgan ekan. Faqala jumhurul mufassirin, mana shu oyatda jumhur mufassirlar mana shunday tafsir qilishgan ekan. Masallallohu ta'ala al-Qur'ana bis-sayyibi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni yomg'irga o'xshatdi. Chunki yomg'ir bilan yer yuzi jonlansa, Qur'oni Karim bilan qalblar jonlanadi. Fama fihi min al-ishkali alayhim wal-ama huwa az-zulumat. Va ularda
Qur'oni Karimda ular uchun, ularning aqlsiz boshlari uchun, ularning noqis aqllari uchun Qur'onda ba'zi ishkollar ular uchun bo'lishligi o'sha Alloh subhanahu va taolo o'sha zulumatga o'xshatdi. Va ma fihi min al-wa'idi va zajri huwa ar-ra'd. O'sha Qur'oni Karimda ba'zi tahdidlar va ba'zi qaytariqlar bo'lishligini ra'dga, ya'ni o'sha momaqaldiroqqa o'xshatdi. Va ma fihi min an-nuri wal hujaj al-bahirati huwa al-barq. Va Qur'oni Karimdagi ochiq hujjatlarni esa o'sha yashinga o'xshatdi, yorug'likka o'xshatdi. وتخوفهم وروعهم وحذرهم يعني هو جعل أصابعهم في آذانهم يعني ularning qo'rqishlarini va o'sha hollarini quloqlariga qo'llarini tiqib olgan holga o'xshatdi. Va ishtiharu kufrihim va takalifu shar'i allati yakrahunaha min al-jihad va az-zakati va nahwihi hiya as-sawa'iq. Ya'ni shariatning ba'zi takaliflari, ya'ni namoz kabi yoki jihad kabi yoki zakot kabi mana shularni esa chaqmoqqa o'xshatdi, o'sha momaqaldiroqqa o'xshatdi. Va hada kulluhu sahihun bayyinun. Ya'ni bu yerda o'sha misol hammasi to'g'ridir deb. Ularni Qur'oni Karim haqidagi ba'zi shubhalari bordi. Qayerda qanday shubhalari bor? Bu yerda Advoul Bayonda mana shuni qisqacha bayon qilibdi. Inshaalloh shuni aytib o'tamiz. Bular qayerda Qur'oni Karimda shubha qildi? Masalan, bir nechta oyat zikr qilibdi. Biz endi bittasini yoki ikkitasini zikr qilamiz inshaalloh. Aytayaptiki: "Va ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka." Ya'ni Mi'rojdan bahs qilinyapti bu yerda. Biz senga o'sha ko'rsatgan narsalarimizni illa fitnatan lin-nasi, insonlar uchun fitna qildik, deyapti. Demakki, o'sha vaqtda qachonki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Mi'rojga chiqdi, osmonni jannatga chiqdi, birinchi osmon, ikkinchi qavat, uchinchi qavat osmon, o'shandan keyin Muso alayhisalomni ko'rdi, Ibrohim alayhisalomni ko'rdi. Qachonki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shu Mi'rojdagi voqealarni aytib berganda, mana shular shubha qildilar. Aytdilarki: "Li'annama ra'ahu laylatal isro'i wal mi'raj min al-gharaib wal ajaibi kana sababan li'atiqad al-kuffari annahu sallallohu alayhi va sallam kadhib." Ya'ni Isro va Mi'roj kechasida g'aroyib va ajoyib narsalarni ko'rganligi va o'shalarni aytib berganda, mana shu ularning yoki kofirlarning e'tiqodiga ko'ra payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yolg'onchi o'laroq shunday e'tiqod qilishdi. Lizamihim anna hada alladhi akhbara bihi la yumkinu wuqu'uhu. Chunki ular shunday deb o'ylardiki, bu xabar berayotgan narsa voqea bo'lishligi mumkin emas deyardi. Va yana o'sha va kadalika shajaratul mal'una deyapti. Innaha shajaratun takhruju min asli al-jahim. Ya'ni jahannamning aslidan o'sib chiqqan daraxt. Ular aytdiki, zahara kadibuhu. Mana shu oyat bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yolg'oni o'rtaga chiqdi dedilar. Li'anna shajara la yanbutu fil ardil yabisati. Chunki ular aytdiki, ya'ni chunki daraxt yonib ketadi-ku deyishdi. Mana shunga o'xshagan ba'zi oyatlarda ularning shubha qilib qolishligi o'sha kechaning qorong'uligida, yomg'ir tagida zulmatlarga o'xshatildi deya shunday deyishgan ekan. Endi bu yerda Ibn Kasir rahimahulloh mana shu oyatlardan keyin insonlarni sinflarga ayirgan ekan. Inshaalloh biz shuni qisqacha o'qib o'tamiz. Ibn Kasir rahimahulloh yuqorida ba'zi oyatlarni zikr qilib, undan keyin insonlarni ba'zi sinfga ayirgan ekanlar. Bu yerda mu'minlarni ikki sinfga, kofirlarni ikki sinfga va munofiqlarni ikki sinfga ayirgan ekanlar. Fatulukhisa mulaxas qilinadiki, mana shu qisqacha zikr qilinadiki, min majmu'i hadhihi al-ayatil karimat. Yuqoridagi mana shu oyatlarni aytib o'tgandan keyin aytayaptilarki, xulosatul kalom annal mu'minina sinfani, mu'minlar ikki qismdir, ikki sinfdir. Muqarrabuna va abror. Ya'ni muqarrab mu'minlar bordir, bular eng ust daraja, va abrorlar bordir. Alloh subhanahu va taolo Voqea surasida was-sabiquna was-sabiqun ulaikal muqarrabun deya, mu'minlar muqarrabun deya, undan keyin ashabul yaminda esa abrorlar deya ikki qismga, ikki xil zikr qiladi. Shuning uchun bu yerda Ibn Kasir rahimahulloh mu'minlarni ham ikki qismga ayirgan ekan. Muqarrab mu'minlar bor va abror bo'lganlar bor. Muqarrab degani abrorlardan ko'ra ustunroq. Shuning uchun tasavvufda bir kalima borki, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya'ni abror bo'lgan mu'minlarning yaxshiliklari muqarrablarning yomonliklari bo'lib qolishi mumkin degan ekan. Masalan, deylikki, bir oddiy xol mu'min kechasi uxlab, erta bomdodga turib bomdod namoziga borsa yaxshidir. Lekin mana shu hol muqarrab bo'lgan mu'min uchun yaxshi hol emas. Chunki muqarrab bo'lgan mu'min uchun yaxshi hol kechasi 3 dan 1 da turib, masalan deylikki soat 2 da 3 da turib ertalabgacha namoz o'qib, undan keyin yana uxlamasdan yoki bir oz orada dam olib, undan keyin masjidga borib namoz o'qishligi muqarrab uchun yaxshidir. Xulosatul kalom, mu'minlar ikki qism bo'lar ekan. Va annal kafirina sinfani, kofirlar ham ikki qism bo'ladi. Du'atun va muqalliduna. Ya'ni shu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo kofirlarni ham ikki qismga ayirgan bo'ladi. Inshaalloh vaqtimiz kam bo'lganligi uchun bularni hammasini o'qib o'tmayapmiz. Ya'ni kofirlar, ya'ni kofirlikka chaqiruvchilar bor, raislari bor va boshliqlariga taqlid qiluvchilar bor, ergashuvchilar bor.
Va annal munafiqin va munofiqlar ham ikki qism, aydan sinfani ikki qism bo'lar ekan. Munafiqun xolisun, xolis munofiq bor ekan, va munafiqun fihi shu'batun min nifaqin yoki amaliy munofiq, ya'ni nifoqdan shu'ba bo'lgan munofiqlar bor. Shuning uchun masalan Baqara surasining boshida Alloh subhanahu va taolo ular mu'minmiz deydi, lekin ular aslo mu'min bo'lmagandir deya aytadi. Va boshqa oyatda Alloh subhanahu va taolo mutabdabina bayna zalik la ilaha ula va la ilaha ula, ya'ni ular o'rtada qolgan kishilardir. Ya'ni na mu'minlar tarafdori bo'ladi, na kofirlar tarafdori bo'ladi. Shunday, ya'ni ikki xilga ayirgan. Va yoki shunday ayirgan. Bu yerda Ibn Kasir rahimahulloh ham bu yerda aytadiki, munofiqlar amaliy jihatdan munofiq bo'ladi yoki e'tiqodiy jihatdan munofiq bo'ladi deya. Demakki, insonlar sinfi 6 xil bo'lar ekan. Bularning ikkisi mu'minlardir, muqarrablar va abrorlar. Undan keyin kofirlar ham ikki qism bo'lar ekan. O'sha kufrga chaqiruvchilari, raislari va ularga taqlid qiluvchilar va munofiqlar ham ikki qism bo'lar ekan. Amaliy munofiqlar va e'tiqodiy munofiqlar bo'lar ekan. Demakki, mana shu misollarda Alloh subhanahu va taolo munofiqlarning hollarini mana shu ikki hayratda qolib ketgan ikki insonning holiga o'xshatdi. Birinchisi cho'lda, qorong'uda olov yoqib, undan keyin o'sha olov ozgina yoritgan vaqtida atrofini yurishga harakat qilgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo uning nurini olib qo'yganda yana zulmatlar ichida qolib, hayratda qolib ketgan insonga o'xshatdi. Yoki deylikki, shunday bir insonki, yomg'ir tagida qolib ketgan cho'lda va o'sha yomg'ir shunchalik qattiq yog'ayapti, har tarafidan yog'ayapti. Bu yerda minas samaidan olimlarimiz shunday degan, har tarafidan yomg'ir yog'ayapti, qochib bo'lmaydi va qop-qorong'i va chaqmoq, yashin va momaqaldiroq bo'lib turibdi va o'sha dahshatdan qo'rqqanidan quloqlariga qo'lini tiqayapti va o'sha yashinki ularning ko'zining nurini olib yuboradigan darajada qattiq yashin bo'lyapti. O'sha yashin ozgina yoritgan vaqtda atrofini yurishlikka harakat qilyapti va qachonki o'sha yashin o'chgan vaqtda ular ham to'xtab qolyapti. Mana shu ikki insonning holiga munofiqlarning holini o'xshatdi. Bu yerda Alloh muhitun bil kafirin, ya'ni mana shu oyatni ustida turmadik. Alloh subhanahu va taolo kofirlarni har tarafdan o'rab olgan. Chunki qochadigan joy yo'q. Ya'ni qayerga qochsa qochsin, oxirgi boradigan joyi Alloh subhanahu va taoloning huzuridir. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh subhanahu va taolo har narsaga qodir deya oxirida mana shu oyatda aytayapti. Demakki, Alloh xohlasa mana shularni shu dunyoda yo'qib tashlaydi, lekin Alloh subhanahu va taolo ularga ozgina fursat bergan. Xulosatul kalom, bugungi tafsir darsimiz mana shular bilan nihoyasiga yetdi. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davomli qilsin. Foydali bo'lganligini umid qilib qolamiz inshaalloh.